do'stlar, siz bilgan va ishonch bildirgan Umbem klinikasi endi sizga yanada yaqinroq. Biz yangi filialimizni ochdik. Shu sabab yangi klinikamizda turli xil xizmatlar uchun 20% gacha chegirmalar taqdim etamiz. Marhamat, klinikamizga kelib, o'zingiz va yaqinlaringiz sog'lig'iga g'amxo'rlik qiling. Bizning yuqori malakali shifokorlarimiz quyidagi sohalarda xizmat ko'rsatishadi: stomatologiya, ginekologiya, terapiya, lor, jarrohlik, pediatriya, urologiya, UZI va boshqa yo'nalishlar. 5000 dan ortiq turdagi laboratoriya tahlillari olinadi hamda eng yuqori sterilizatsiya darajasi o'tkaziladi. Bizning manzil Moskva shahri, VDNX metro bekati, Kondratyuk ko'chasi 2. Telefon raqamimiz 8 925 103 22 55. Mutaxassis ko'rigiga oldindan yozilishni unutmang. Umbem klinikasi. Biz sizning sog'lig'ingiz uchun qayg'uramiz. Fransiya rahbari Emmanuel Macron va Eron rahbari Masud Pezeshkian o'rtasida telefon orqali muloqot bo'lib o'tgan. Macron muloqot chog'ida Pezeshkiandan Eronda qamoqqa olingan Fransiya fuqarolari Cecil Koller va Jak Parijlarni ozod qilishni talab qilgan. U shuningdek, Eronning yadroviy dasturiga bo'lgan harakatidan xavotirda ekanini aytib o'tgan. Yevropaning Eron bilan muzokarasi natijasiz yakunlandi. Jenevada Eron tashqi ishlar vaziri Abbos Aroqchining Buyuk Britaniya, Fransiya, Germaniya tashqi ishlar vazirliklari va Yevropa ittifoqi tashqi siyosat xizmati rahbarlari bilan muzokarasi yakunlangan. Uchrashuv yakuni bo'yicha tomonlar Eron foydasiga biror gap aytmagan. Qaytaga barcha vazirlar Aroqchiga Eronni yadro quroliga ega bo'la olmasligini ta'kidlashgan. Ukraina Rossiyaga yordam berayotganlarga nisbatan sanksiyalarni kuchaytiradi. Zelenskiy: Ukrainada ham sanksiyalar bo'yicha barcha ishlarni faollashtiramiz. Shunday qilib, hozirgacha Rossiyaga yordam berayotgan, u bilan qandaydir shaklda hamkorlik qilayotgan yoki bosib olingan hududlarda biznesini saqlab qolayotgan har bir kishi bunday faoliyat mutlaqo jinoyat ekanligini his etishi kerak, dedi Ukraina rahbari. Rossiya qaytargan jasadlarning kamida 20tasi Ukraina harbiylariga tegishli emas, dedi Vladimir Zelenskiy. Moskva ukrainalik harbiylar deb bergan 20 kishi aslida ruslar. Masalan, ulardan biri Isroil pasportiga ega. Rossiya tomonidan jang qilayotgan yollama jangchi. Rossiya kimni qaytarganini o'zi ham aniq bilmayotganga o'xshaydi. Chunki bunga ekspertiza kerak bo'ladi. Bu esa vaqt talab qiladi, dedi Zelenskiy. Rossiya rasmiylari bu bayonotga hali izoh bermagan. Rossiya avvalroq Ukrainaga 6060 nafar halok bo'lgan shaxs jasadini topshirganini aytgan edi. Yer ostidagi nishonlarni yo'q qiluvchi bombalarni tashishga mo'ljallangan AQShning B-52 bombardimonchilari havoga ko'tarildi. Fox News telekanal ma'lumotlariga ko'ra, B-2 bombardimonchilari Missisuridagi Whiteman aviabazasidan havoga ko'tarilgan va Hind okeanidan muhim baza Diego Garcia AQSh harbiy bazasiga yo'l olgan. Fox News bu haqida parvozlarni kuzatish tizimlariga tayanib xabar bermoqda. Aynan ushbu turdagi bombardimonchilar bunkerga qarshi boshqariluvchi aviabombalarni olib yurish imkoniga ega. Bu bomba Eronning yer ostida joylashgan Fordodagi yadroviy inshootini yo'q qilishga qodir yagona qurol hisoblanadi. Amerikalik kongressmen Matt Gaetz: agar dunyo ahli yaqin sharqdagi maxfiy yadro dasturlariga qiziqayotgan bo'lsa, u mintaqada MAGATE inspektorlarini biron marta kiritmagan bitta davlat bor. U ham bo'lsa Isroil. Yadro bombalarini Erondan emas, Isroildan qidiring, dedi u. Eronning ham yadro qurolini yaratishga haqqi bor, dedi Vladimir Putin. Rossiya rahbari Vladimir Putin Rossiya Eronga tinchlik sharti bilan atom yadrosini rivojlantirishda kerak yordamni berishga tayyorligini ma'lum qilgan. Shuningdek, Rossiya rahbari Eron ham ko'plab davlatlar kabi yadroviy dasturni ishlab chiqish va yadroviy texnologiyadan tinch maqsadlarda foydalanish huquqiga ega ekanligini aytib o'tgan. Isroilga qarshi o'tkazilgan namoyishlarda amerikalik senator Bernie Sanders shunday deydi: Netanyahu AQShning emas, Isroilning rahbari. U Amerikaning tashqi va harbiy siyosatini belgilashga haqqi yo'q. Agar yahudiylar va ularning rahbari Netanyahu Eron bilan urushgilari kelsa, bu fitnaga boshqalarni aralashtirmasdan o'zlari urushaversin.
dedi amerikalik senator. Xorvatiya rahbari Zoran Milanović Isroilni boshqarayotganlar jinoyatchilardir. Xorvatiyaning bunday davlatga aloqasi bo'lmasligi kerak. Biz Falastinni tan olishimiz kerak, dedi u. Agar biz Ukrainaga yordam berishda davom etmasak, barchamiz rus tilini o'rganishga majbur bo'lamiz, dedi Yevropa diplomatiyasi rahbari Kaja Kallas.